bemalol ismini aytyapti xotinlar. Erini. Falonchi akam bu ham xotinini bemalol falonchi deb otini uyat bo'lgan. Bir chiroyli so'zlar bilan yo bitta bolasining nomini masalan katta bolasi Abdulloh bo'lsa, Abdulloh bu yoqqa qarab qo'yarlarmi? Abdulloh uyat bo'lgan. Bu hozir endi spalnilarga ham ko'rib, etti rasmlarga olib, videolarga chiqarib, to'ylarda qo'yib qo'yishyapti. Bu qanaqa bir? Ana undan chillalik degan to'y bir hafta o'tmasdan og'zi qiyshayib qolyapti. Ko'rgim kelmay qolyapti deyapti. Bir-biridan judolik bo'lyapti. Qaynona bilan keyin qirpichoq bo'lyapti bir-biriga. Xudo andalar bir bilan urushgan, talashgan bo'lyapti. Nega? Chillalik degan narsa bor-ku. Uyat bor, or-nomus bor, odob bor. Biz qanaqa millatmiz? Kimni avlodimiz? Bu uyat narsalarni tashqarida so'laga oqib o'rtoqlarga gapirib, bu sharmandalik emasmi? Qanaqa bir bugungi kunda yigitlarimiz choyxonalarda o'tirib olib, bir-biriga maqtanib, xotinini gapirib, xotinini yomonlab, yana o'sha xotinning oldiga kirib, bu qanaqa ikki xillik bu?